Autizmga o'xshash 5 ta tashxisni sanab o'taman. Buni birinchisi va eng ko'p uchraydigani ZPRRdir. Va ZPRRni og'ir turlarida, ya'ni organik ZPRRda autizm elementlari bilan birga keladi. Bu holatda ham ko'pincha ham shifokorlar, ham logoped defektologlar ZPRR elementami ras degan tashxisni autizm bilan almashtirib yuborishadi. Ikkinchisi bu sensomotor alaliya. Ya'ni sensomotor alaliyada ham bolalarda autizmga o'xshash belgilar uchrashi mumkin. Ko'p hollarda uchraydi ham. Ammo sensomotor alaliyani autizmdan farqi ijtimoiy munosabatlardadir. Ya'ni bolalar xuddi autizmga o'xshash belgilarda bo'lsa-da, boshqa bolalar bilan muloqotga kirishishi, boshqa odamlarning yoniga borib, ular bilan kontaktga kirisha olishi bilan ajratiladi. Uchinchisi bu sensor integratsiyaning buzilishi. Ya'ni bu yerda autizmni turi bo'lgan dezintegrativ buzilishdan bu biroz farq qiladi. Ya'ni bu yerda faqat sensor integratsiya buziladi. Ya'ni ta'm bilish, hid bilish, taktil munosabatlar hamda vestibulyar apparatdagi o'zgarishlarning o'zi bo'ladi. Lekin sensor buzilishi bor bolalarda biroz kechikish uchragani bilan ular ham autizmdan tubdan farq qiladi. To'rtinchisi bu SDVG, ya'ni sindrom defitsit vнимания va giperaktivlik. Bunday holatlarda ham bolalarda diqqat jamlash yaxshi bo'lmaganligi hamda juda ham giperaktiv bo'lganligi sababli ko'pincha autizmga o'xshash holatlar uchrab qolishi mumkin. Ya'ni diqqatini to'liq jamlay olmagan bolalarni ismi bilan chaqirsangiz, ismiga ahamiyat bermasligi yoki ba'zi bir buyruqlarni buyursangiz, u xuddi unga aytmayotgandek o'zini tutishi mumkin. Mana bunday holatlarda ham ko'pincha autizmni SDVG bilan adashtirib yuborishlari mumkin. Beshinchisi bu eshitish pastligi. Ya'ni bu holatlarda ko'pincha kichik bolalarda uchraydi. 1,5-2 yosh bolalarda quloqning eshitishi pasayishi natijasida ismiga qaramaslik, chaqirganda qaramaslik, ko'p narsalarga ahamiyat bermasligini ko'pincha onalar ham, shifokorlar ham autizm bilan adashtirishadi. Aslida bunday holatda albatta lor shifokoriga yoki audiometriya tekshiruviga olib borish kerak bo'ladi. Quloq eshitishining pasayishi ham ismiga qaramagani bilan autizmdan tubdan farq qiladi. Aziz onajonlar, yana bir bor qaytaraman. Har doim ham autizmga o'xshash holatlar autizm bo'lavermaydi. Albatta farzandingizda autizm aniq bormi, yo'qmi? Bu narsani ajrata oladigan, o'zini ishini yaxshi biladigan mutaxassisga ko'rsatishni tavsiya beraman. Salomat bo'ling.